Faberlic kompaniyasining barcha sirlarini fosh qilaman. Faberlicga kirib kelmoqchimisiz? Unda sizda 3 ta yo'lingiz bo'ladi. Kompaniyaga a'zo bo'lganingizdan keyin sizdan qaysi yo'nalishda davom etmoqchisiz deb so'rashadi. Albatta, opitli maslahatchi bo'lsa agar, registratsiyadan o'tganingizdan keyin ya'ni butun mahsulotlari, 10 ming xildan oshiq mahsulotlarimiz hammasi uchun sizga 20% chegirma narxlarda mahsulotlarni xarid qilish imkoniyati beriladi va 3 ta yo'nalish taklif qilinadi. Birinchi yo'nalish aqlli xaridor. Ya'ni siz 20% chegirmadan foydalangan holda faqat o'zingiz uchun mahsulot xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi yo'nalishimiz bizda savdogarlik yo'nalishi. Ya'ni siz berilgan chegirmalardan, aksiyalardan, skidkalardan foydalangan holda savdo ishlarini amalga oshirsangiz bo'ladi. Uchinchisi biznes yo'nalishi. Bu yo'nalish bilan siz millioner xonimga aylanishingiz mumkin. Lekin ozgina kallani ishlatadigan joyi ham mana shu biznes. Siz kompaniyada ishlash uchun kimnidir bo'lishi shart emas. O'qish yozishni bilsangiz bo'ldi. Kompaniya diplom talab qilmaydi, staj talab qilmaydi. Shunisi bilan eng zo'r deb bemalol ayta olaman. Kompaniyada ishlash uchun hatto uydan chiqishingiz ham shart emas. Uyda o'tirgan holda xuddi o'zimga o'xshab ishni boshlasangiz bo'ladi. Xo'p, mahsulotlariga keladigan bo'lsak, mahsulotlari sifatli, rossiyskiy mahsulotlar hammasi va uyingizga nima kerak bo'lsa hammasini topishingiz mumkin. Yana Faberlicda shart podarkalari, 50 ball imkoniyatlari, 100 ball imkoniyatlari degan narsalar bor. Unda sizga juda ham katta skidkalar beriladi va tekinga mahsulotlar qo'shib berish imkoniyatlari bor. Mana sizlar uchun shuncha ma'lumotlar berib o'tdim, shuncha imkoniyatlari bilan tanishtirdim. Xo'p, siz ishlamasligingiz uchun 3 ta sababni kommentariyada yozib qoldiring. Qani ko'ramiz, bunda qanaqa muammolar bor ekan.